Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 24-avgust sanasiga göre o'zlarimizda Urganch dehqon bozorida obunachilar, ya'ni Karvon Shopping yan qismida obunachilar ma'rufamiz yana bozorda ko'rinish beryapti. Bugun nechik kiyimlari aksiyalari bor. Ya'ni yangilik bom opa singillarimiz uchun, o'g'illarimiz uchun birgalikda ko'rib chiqamiz. Kanalimizga rivoj uchun eng asosiysi obuna bo'lib, yaqinlariga berib turinglar. Xudo xolasa bugun sizlar bilan yangiliklarni ko'rib boramiz esa, bir yandan boshlaydigan bo'lsak. Ama Marif aka, nima gap? Assalomu alaykum, yana bor. Necha so'm bu Spartikalar? Spartikalar 60 ming komplet. Üst tupasi 60 ming so'm obunachilar. Ko'rganlaringizdan. Razmerlari bormi buni? Bu nima bu? Bu shu bormi bu? Necha so'm bu? 200 ming. 220 ming so'm. Hali sezoni boshlanmadi-ku buni. Sezoni endi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Gap yo'q, keyin. Duvokalar nima oldi bu? 30 mingdan. Seriyali vajda sezoni bo'lmaydi. Sezonida 400 ga kelgan hozir 200 ga yana yaxshi emas. Shuni ayting. Bu gapingiz ham jon bor lekin. Ina. Gap yo'q. To'g'ri aytyapti. Ne deysiz? Tillabrat? 400 ming bo'ladi. Hozir 200 ming. Unda eldindan qo'ygan yaxshi. To'zmaydi bang? Yo'q, nima to'zadi, sizni to'zdiradi. Yaxshi kelishsa. Ajoyib. Ina yurtdoshlar xudodan shu bolamizdan meni ikkalib boshladi birinchilarni. To'y bu. Bu lekin yomon boshqacha ekan bu lekin. Marqa rasmga bor. İçini chiqsa buni. Razmeri nechga oladi bo'ladi? Nima bu? Bu 10 minglik emas, bu 30 minglik ko'ylak to'ymi? Ina 30 ming so'mlik. Bular nedan bo'ldi bu? 10 ming saylagan. 10 ming. Ne bular endi? No desiz. Qizlarni veji bu, qizlar. Ha. Necha so'm bo'ldi futbolka ukam? 10 ming so'mdan futbolkalar obunachilarni ko'rdingizmi? Bugun sal tovar kamroq bu. Bizga ketaman bugun. Shuning uchun tujatishga sotyapman. Ikkani ham 10 bor. Ha, bugun ketasiz. Shu bilan sentabr 15 gacha xo'sh. Ajoyib. Endi jaketlarmi ko'rib turibdi? Kelishilamiyor har birinchi kun. Bo'ldi, 15 sentabrgacha xo'sh yana. Necha so'm? 30 ming. 30 ming so'm jaketlar va apkalarimiz uchun ne 30 mingdan xudo xolasa Urganch dehqon bozorida xudo xolasa obunachilar. Bular ne oldu? Jep 45 ming so'm jemperlar xudo xolasa. Bu muskoy, bam muskoy obunachilar. Yana Spartikaning üst tupasi komplekti 60 ming so'm lekin. Yana uje odamga o'zim bo'lib boshladi. Bemalol Urganch dehqon bozorimizga kelib, shu ma'rifamizdan xarid etsangizlar bo'ladi obunachilar. Yana her birinchi o'yin keladi bog'amiz. Kechki necha bo'lamiz Marifa? 5 mi? Ukam ichsa harma. Qani, futbolkaning necha so'm bu endi? Jenskiymi, muskoymi bu? Kim kiyishga kiyaveradi, odam saylamaydi. Odam saylar. Odam futbolkani saylamasa bo'ldi. Kiyilaveradi. Bilamiz ne oldu bu endi? Bizlarimiz ishton. Neden futbolka? Jens necha so'm ishi? 10 ming so'm saylaganlar. Üst tupasimi yo nemi? Donasi 10 ming. Ha, donasi 10 ming so'm. Qolgan aksa, qolasa past Gap yo'q. qolgani 10 ming. Bular ya ishton üst tupas. Ishtonlar har xilasidan bor mana. Har turidan bor ishton. 10 ming so'm. 10 ming so'm. Qolgan ishton. Ajoyib. Ina yurtdosh razmeri necha bo'ladi bunda uka? Razmer har xil hammaga bo'ladi. Katta kichik razmerlari bor. Bo'ldi, ajoyib. Ya'ni do'stlar xudo xolasa odamga o'zim bo'lib boshladi. Bemalol Urganch dehqon bozori, ya'ni banamiz Karvon Shopping qismidan, ya'ni Uglovoyinda bo'ladi obunachilar. Bemalol kelib xarid etsangizlar bo'ladi, o'zingizga kerakli bo'lgan. Ma'rifamiz bilasizlar, har bir uchingizni bir kun keladi. Shu vaqtda skidkani bombasini qo'yib ketib biladi. Shuni ko'rganlaringizni sizlar ko'rsatib yuribman. Batafsil kanalimizga obuna bo'lib kuzatsangizlar, shu ma'rifamizni va undan tashqari sifatli va arzon kiyim-kechaklarni xudo xolasa birgalikda chiqarib boraman obunachilar va undan tashqari Instagram sahifamiz Avzorchi bola kanaliga obuna bo'lsangiz, yangiliklarni ulashib boramiz. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib, yaqinlarga berib, kommentariyada o'sib kelasiz, yozib qolin. Kutamiz.